Videoni o'tkazib yubormaymiz. Yurakcha va podpiska tugmalarini bosamiz. Sokin makon 1 ning ikkinchi loyihasidan uy xarid qilgan mijozlarimiz shaxsan 14-dom 91-kvartiradan uy xarid qilgan ekan, uylarni birgalikda obzor qilamiz. O'zi aslida azizlar, tez oylarda kadastr ham shakllantiriladi. Shu payt birato'la kirsangiz hayajoningiz yana ham boshqacha bo'lardi, lekin hurmatingiz bor. Land House kompaniyasidan uy xarid qilgansiz. Birgalikda uyingizni obzor qilamiz. Ketdik. Liftimiz ham ochiq ekan. Bu paket. Liftni ehtiyot qilib ishlatasizlar. Shu shart bilan uylarni obzor qilishda davom etamiz. Qani? Ketdik. 16-qavat. Assalomu alaykum. Bismillahirrohmanirrohim. Boyatdan mehmon qabul qilasizmi? Mana ko'rishimizda pirxoshga, undan so'ng o'ngga qayilib kirsak, Boyatan uylarini bu farzandlarini yotoqxonasi, farzandlarining uylari. To'g'riga yuramiz. Yana o'ngga yursak, umumiy ota-onalar yashaydigan xonasi, ota-ona uyi desak ham to'g'ri bo'ladi. O'zbekchada aytsak. Undan so'ng bu yerda umumiy yuvinish xonasi. Masaladan uzr so'rayman, hali pastki qavatlarimizdan boshlangan tozalik ishlarini qizlarimiz olib boryapti, tozalik ishlarini. Shuning uchun hali bu toza holatda emas. Ustalarimizni ishlaganda chang ko'tarilgan joylari ham bor. Shuning uchun hammalardan uzr so'ragan holda uyimizni obzor qilamiz. O'zim ham shoshayotganligim kartaga sezib qoldi. Bu esa umumiy mehmonxonasi. Boyatamga tashrif buyurgan mehmonjonlar, Land House kompaniyasi tomonidan bunyod etilayotgan uylarni obzor qilishda davom etamiz. Navbatdagi xarid qilingan uy kimniki bo'lishini istaysiz? Kommentariyada o'z fikringizni qoldiring. Tayyor ta'mirlangan uy kerak bo'lsa, Land House'ning ofisiga murojaat qilasiz. Land House doim birinchilardan.